Bugun respublikamizda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ijtimoiy himoya yagona reyestri, kambag'al oilalar reyestri va kam ta'minlanganlik mezonlariga to'g'ri kelgan, bir oylik o'rtacha daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan oshmagan oilalarga elektr energiyasi uchun kompensatsiya to'lash muddati uzaytirildi. Navbatdagi lavhamizda mavzuga batafsil to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchi hamda kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan. Shuningdek, moddiy ahvoli bo'yicha kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyozlar 2025-yil 1-maydan 2027-yil 1-aprelga qadar uzaytirilmoqda. Bunda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarni o'rganish, ularga davlat tomonidan berilayotgan kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat tomonidan beriladigan yordam asosan oilalarni ijtimoiy himoya qilish va ularning energetika sarf-xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan. Bu jarayon davomida barcha tegishli tashkilotlar va jamoatchilik o'rtasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga elektr energiyasi uchun kompensatsiya to'lash ijtimoiy himoyaning muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Bu orqali esa har bir ehtiyojmand fuqarolarning hayot darajasini yaxshilashga erishiladi.